bitta spermogrammani o'zi bilan bemorni pushtlik yoki bepushtligini, reproduktiv holatini xulosasini berishga yaramaydi. Ya'ni yetmaydi. Javobi oldin aytib qo'y shu. Umumiy harakatchanliklarning soni 63%. Bu joyga yana alohida to'xtalib o'tamiz. Bir qiziq gap bo'lgan. Testosteron urug' ishlab chiqarish uchun erkak organizmida kamida 10 barobar ko'p bo'lishi kerak. Kamida. Faqatgina spermogrammani o'zi bilan davolaveramanman, tashxis qo'yaveramanman degan davr o'tdi. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizni kuzatib boruvchilar. Bugun sizlarga aktual mavzularimizdan biri bo'lgan, bilasizlar, androlog sifatida eng asosiy analizlarimiz spermogramma hisoblanadi. Lekin shu spermogrammani o'zini yetmasligini bir necha marta aytdik. Ham ma'ruzalarda aytdik, ham videolar orqali aytdik. Yana bir juda ham tipik misol kelib qoldi. Bemor va bemorni boshidan o'tgan hamkasblarimiz aytgan so'zlari hozir slaydlar orqali ham sizlarga bitta ko'rsatib tushuntirib beraman. O'zlaring ham xulosa qilishlaring mumkin. Oldindan aytib qo'yay, menga spermogramma yetadi deydigan shifokorga ham va urug' analizini o'zini topshirgan bemorga ham aytib qo'yay, bitta spermogrammani o'zi bilan bemorni pushtlik yoki bepushtligini, reproduktiv holatini xulosasini berishga yaramaydi. Ya'ni yetmaydi. Javobi oldin aytib qo'y shu. Lekin kelinglar nima uchun yetmasligini birgalashib ko'rib chiqamiz. Bemorimiz 90-yil, uylanganiga 3 yil o'tgan, farzandi yo'q. Spermogrammasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, hajm 4 ml, normada 1 ml-dagi soni zichligi 46 million, bu ham normada. Aktivlari 35%, bu ham normada. Umumiy harakatchanliklarning soni 63%. Bu joyga yana alohida to'xtalib o'tamiz. Bir qiziq gap bo'lgan. Sizlarga aytib beraman uni ham. Tirikligi ko'p laboratoriyalarimiz kelyapti shu masalada. Qo'llaringga olganlaringda e'tibor beringlar o'zlaring ham. Urug'ni tirikligini ikki xil usulda butun dunyoda keng tarqalgan, yo iazinlik bo'yoq yoki giposmolyar test deydi. Shu testda ko'rilgan bo'lishi kerak. Yo unisida, yo bunisida. Tirikligi 90%. Morfologik Kruger bo'yicha 3%. Biz bu joyda normada deb oldik, lekin o'zi aslida boshqa parametrlar bilan birga kelgan paytda normada hisoblamaymiz. 4 dan oshish kerak deb normada hisoblaymiz. 2010-yilda 3 da ham normada bo'lgan, lekin 2021-yilgi standartga ko'ra 3.9% da normada hisoblayapti. Buni xulosa beradigan bo'lsak, bu spermogramma normozospermiya deb aytishimiz mumkin. Endi haligi yuqorida aytgan umumiy harakatchanlik degan joyimizga. Ginekolog bu spermogrammani ko'rib, bu yigit bilan donorlikka shartnomasini tuzishlikka taklifligini qilgan. Bu joydagi jihatini shunaqangi, birinchidan spermogrammani to'liq tahlil qilinmagan, chunki hozir keyingi slaydlarda ko'rsatib beraman sabablaridan nima uchunligini, va ikkinchidan donor tushunchasini, ya'ni zamonaviy tibbiyotga ham zid tushuncha ekanligini hali ham anglamaganlar bor. Ko'rgan birgalarga bu mavzuni tarqatib etishlarini sizlardan so'rab qolamiz. Keyingisiga keladigan bo'lsak, endi spermogrammani ko'p aytamiz, birgalikda qon tahlili bilan ko'rish kerak deymiz. Qon tahlilini ham ko'ringlar, kelinglar birgalashib turib ko'rib chiqamiz. Testosterondan boshlaymiz. 1 mol testosteronda og'irligi 282,42 gram hisoblanadi. Normada 300 ming nanogram detsilitr. Bu xalqaro standart. 1100 nanogram detsilitr deb ham hisoblasak bo'laveradi. Bizda eski o'sha MDH davlatlarida nanomol keng tarqalganligi uchun nanomolni aylantiramiz testosteronni, lekin nanomol shaklidagi testosteron ham bu yerda ko'rib turganlaringdek kam 8,9 mol nanomol chiqyapti. Agarda buni 1 mol testosterondan molekulyar massasidan nanogramga aylantiradigan bo'lsak, 256,7 nanogram detsilitr testosteronimiz bor. Buni yonida biz estradiolni ham ko'rishimiz kerak. Estradiolda 1 moli 272,11 gram hisoblanadi. Normada 10 bilan 40 pikogram millilitrda atrofida yurishi kerak bo'ladi. Bularni nima uchun hisoblash kerak deganda,
testosteron insonni erkakda organizmidagi testosteron va ayollik gormon estradiolda nisbatini qilishimiz kerak. Testosteron urug' ishlab chiqarishi uchun erkak organizmida kamida 10 barobar ko'p bo'lishi kerak. Kamida. Bo'lmasam, men bemorlarimiz kelganlar bilishadi, 25%, 30 barobar, foiz emas, barobar ko'p bo'lishi kerak bo'ladi. Endi 256-7 ni testosteronni 25 pikogramm millilitrga aylantirib olamiz, bir molidan kelib chiqib, hisoblaganimizda 10,3 chiqyapti. Ya'ni ko'rib turganlaringdek juda ham past. Ham testosteron past, estradiol normada bo'lishi mumkin, lekin testosteronga nisbatan olinganda bu ham past hisoblanadi. Buni bilishlik bizga nimani biladi, nimani kerak bo'ladi, nimani bildiradi bizga deyilganda, shu joyga qarab turib biz antiestrogen dorini berishimiz mumkinligini hisoblab topgan bo'lamiz. Aytib o'tdik, normoza spermiya. Juda ko'p boshqa videolarimizda ham aytganmiz. Buni hozirgi kunda tibbiyot shu darajada zamonaviy tibbiyot rivojlanib ketdiki, spermatozoidni yadrosini ichiga kirib, uni yadrosidagi otalik haqidagi ma'lumotni izolyatsiya qavati qanchalik zararlanganligini aniqlayapmiz. Shunaqangi testimizning oti bilasizlar, DNK fragmentatsiyasi. Bu joyda ko'rganimizda DNK fragmentatsiyasi 15% dan kam holatda yurishi kerak. Parchalanishligi deydi yoki boshqa joyda fragment so'zi shunday ma'noni bildiradi. Lekin 25 dan o'tsa, buni davolab tuzatilmasa, homiladorlik kuzatilmaydi deb juda ko'p marta aytganmiz. Bu bemorimizda ham ko'rib turganlaringdek 28% defragmentatsiyaga uchragan spermatozoidlari bor. Qo'ying uni aktivligini, foizligini, boshqasini. Lekin 28%. Nima dedik? 25% dan o'tish kerak emas dedik. Yaroqsizlari esa 8%. Qani endi bun bilan haliga aytganimizdek donor emas-ku, masalan, eko qilganda ham bularda natija bo'lish ehtimoli juda kam. Shuning uchun yana bir marta aytmoqchimanki, faqatgina spermogrammani o'zi bilan davolaveramanman, tashxis qo'yaveramanman degan davr o'tdi. Zamonaviy tibbiyotni imkoniyatlaridan foydalanishlarini barchaga taklif qilaman. Sog', salomat bo'ling.